Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti taxminlariga ko'ra 2050-yilga kelib dunyo aholisi 10 milliard kishiga yetadi. Ularning oziq-ovqatga bo'lgan talabi ham 70% ga oshadi. Bu talabni qondirish uchun hozirgi ishlab chiqarishni 2 barobarga oshirish shart. Tashkilotning ma'lumotlariga ko'ra, iqlim o'zgarishlari tufayli dunyo bo'yicha 33% tuproqlar degradatsiyaga uchragan bo'lib, holat shu zaylda davom etsa, unumsiz yerlar miqdori 2050-yilda 90% ga yetadi. Bu holat O'zbekistonni ham chetlab o'tmasligi tabiiy. So'nggi 30 yil davomida yurtimizning sug'oriladigan tuproqlarida gumus miqdori 10-15% ga kamayib bormoqda. Sug'oriladigan yerlarning 45.7% turli darajada sho'rlangan. Qariyb 564 ming gektar yer turli darajada eroziyaga uchragan. Mavjud yaylovlarning 43% esa inqirozga uchrab, cho'lga aylanib bormoqda. Ahvol shu tarzda davom etsa, 2050-yilga borganda aholi nufusi oshib, oziq-ovqatga talab ham ortganda, eroziyaga uchragan, sho'rlagan yerlarimiz bilan bu talabni qondirib bo'larmikan? Tuproq degradatsiyasi bilan qanday kurashamiz? Yerning gumus miqdorini oshirish usullari bormi o'zi? Prezidentimizning qishloq xo'jaligi yerlari degradatsiyasiga qarshi kurashish, tuproqning gumus miqdori va unumdorligini oshirishni qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 71-son qarori asosida amaliy harakatlarni qachon boshlaymiz? Savollar juda ham ko'p. Shu savollarimizga javob topish maqsadida biz Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti direktoriga yuzlanamiz. Shuhrat aka Bobomurodov. Assalomu alaykum Shuhrat aka. Yaxshimisiz, tuzumsiz? Rahmat. Mana bir necha kun oldin qonun, undan keyin qaror imzolandi. Yer degradatsiyasiga qarshi kurashish borasida. O'zi aslida muammo qanday paydo bo'lgan Shuhrat aka? Muammo bu uzoq yillar davomida o'sha qishloq xo'jaligida o'sha ko'plab mineral o'g'itlar qo'llanishi, har xil o'sha agrotexnika, noto'g'ri agrotexnika qo'llanishi oqibatida umuman tuproqqa, yerga bo'lgan e'tibor mana yillar davomida, masalan bu deylik 70-80 yillar mobaynida o'sha tuproqdan foydalanib tuproqqa bermaslik oqibatida, qisqacha aytganda, ya'ni o'sha mahsulotni olib tuproqni o'ziga bermaslik, unga foyda berilmaydi. Foyda bermaslik. Tuproqqa masalan biz o'sha kerakli oziqalarni, tuproqni o'sha holatini bilib, o'shanga kerakli tabiiy oziqalarni berib turganimizda biz bugungi holatga albatta kelmagan bo'lar edik. Olimlarimiz tomonidan tahrirlar qilingan, keyingi 30 yillikda o'sha tuproqlarimizdagi gumus miqdori 10-15% ga kamayib ketgan. Bu ekvivalent hisobida oladigan bo'lsak, biz qariyb 450 ming gektar unumdor tuproqni bugun biz yo'qotyapmiz. Shu o'rinda keling, mana shu gumus miqdori, ya'ni tuproqning gumus miqdori deganda sodda qilib tushuntirsak, u o'zi nima? Gumus bu tuproqning immuniteti. Ya'ni odamda ham immunitet bo'ladi. Biz tuproqda, biz olimlar tilida buni o'shani tuproqni immuniteti deb atay qolaylik gumusni. Boisi agar tuproqlarimizda gumus miqdori yuqori bo'lsa, uni tuproqlarimizdagi har xil kasalliklarga bardoshligi ham yuqori bo'ladi va olayotgan mahsulotimiz ham toza, sifatli mahsulot olamiz. Agar yer degradatsiyasiga qarshi vaqtida chora ko'rilmasa, oqibati qanday bo'ladi va u oqibat bilan qanday kurashishimiz kerak bo'ladi biz? Albatta biz mana shu tuproqlarimizni degradatsiyasini oldini olmaydigan bo'lsak, albatta juda katta xavf tug'diradi. Boisi bevosita mana keyingi yillarda mana aholi sonining o'sishi hisobiga dunyoda va O'zbekistonda ham mana qariyb 38 million aholi. Albatta bu oziq-ovqat xavfsizligi bilan, ya'ni o'sha insoniyatning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojini ortadi. Va albatta bizga nima bunda yordam beradi? Bizni yerlarimiz chegaralangan. Faqat o'sha yerlarimizni unumdor qilib oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashimiz yoki o'sha aholi uchun kerakli oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishimiz mumkin. Faqat yo'li shu. Xo'p, yerlarni o'zi mana shu degradatsiyasiga qarshi kurashish uchun nimalarni amalga oshirish kerak? Birinchi navbatda biz bugun shunday davr, shunday vaqt keldiki, o'sha yerlarimizni bugungi holatini bilishimiz kerak. Qani bizni yerimiz o'sha biron bir qishloq xo'jaligi ekini ekkanida o'sha kerakli mahsulotni ola olamizmi degan savol turibdi. Buning uchun albatta biz yerimizni to'liq tarkibini, kimyoviy tahlilini bilishimiz kerak. Tuproqlarimizdagi o'sha kimyoviy tahlil natijalari asosida ularning holatini bilib, shunga yarasha biz qishloq xo'jaligi ekinlarini albatta joylashtirishimiz kerak.
rahbarligingizdagi tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar institutida ham o'sha tuproqning humus miqdorini oshiruvchi yoki bo'lmasam degradatsiyaga qarshi qo'llaniluvchi qandaydir mahsulotlar, moddalar ishlab chiqarilyaptimi? Tuproqni humusni oshirish bo'yicha mana Toshkent viloyati Quychirchiq tumanidagi TST klaster bilan hamkorlikda shunday tadqiqotlar o'tkazdirdik. Ya'ni tuproqni o'sha siderat ekinlar bilan, ko'k massa bilan tuproqning unumdorligini oshirish, sog'lom tuproqga erishish maqsadida 2 yillik tadqiqotlar o'tkazildi. Juda yaxshi ijobiy natijalar olindi va tuproqni yuqorida aytgan humusi ham boyib, ancha olayotgan mahsulot ham sifatli mahsulotlar olinyapti. Bu kabi tadqiqotlar bir qariyb 20 ga yaqin klasterlar bilan hamkorligimiz bor. Shu yo'nalishda bular bilan ishlayapmiz. Hozir mana bizni kuzatib o'tirganlar orasida aytaylik, oilaviy xo'jaligi asosan yerga bog'liq bo'lgan akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, men 100% komil ishonch bilan aytamanki, ular hali siz aytib o'tgandek, yerdan olishadi-yu, lekin yerga hech narsa tikishmaydi, ya'ni yerga berishmaydi. Lekin vaziyat og'ir. Qonun qaror qabul qilinyaptiki, vaziyat og'ir. Xo'p, ular aynan qayerdan, qay tarzda o'sha yerni ahvolini yaxshilatuvchi moddalarni, mahsulotlarni olishlari kerak. Davlatimiz rahbari tomonidan 2022-yilda qabul qilingan o'sha yerlarni degradatsiyasiga qarshi kurashish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorlarda bevosita bugun birinchi bosqichda institutning 4 ta mintaqaviy filiallari tashkil etildi. Ya'ni Buxoroda, Xorazm viloyatida, Qashqadaryo va Andijon viloyatlarida. Bu birinchi bosqichda. Va ikkinchidan institutimiz bevosita mana onlayn xizmat ko'rsatish imkoniyatlari bor. Bevosita bizga murojaat qilingan holatda biz o'sha oddiy dehqonlarga, tomorqa xo'jaligi yurituvchilarga bevosita o'zimizning maslahatlarni beramiz. Albatta, ekranning pastki qismida manzillarni qoldiramiz. Aynan kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerning ahvolini yaxshilash borasida kimdadir savollar bo'ladigan bo'lsa, mana shu manzillarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shuhratdagi ularni murojaatlari borasida biz manzilni qoldirdik. Lekin bitta narsa borki, baribir o'sha joyga borib o'rganilishi kerak bo'lgan ishlar bo'lishi mumkin-da. Bu borada ham qanaqadir amaliy harakatlar amalga oshirilyaptimi? Albatta, to'g'ri ta'kidladingiz. Bugun zamon tezkorlikni talab qilyapti. Biz shu nuqtai nazardan mana 2020-yilda respublikamizda birinchi marta tuproq klinikasi mobil laboratoriyasini tashkil qildik. Respublikamiz. Ya'ni u laboratoriya o'sha maxsus mashinaga laboratoriya bo'ladi. Hamma priborlar biz Germaniyadan olib kelingan. 1 soat ichida o'sha hududga borib, o'sha hududdagi tuproq tahlilini qilib, fermerlarga, dehqonlarimizga tuproqning holatini joyning o'zida tezkorlik bilan xizmat ko'rsatish imkoniyatlari bor. Mana bugungi kunda respublikamizda o'sha filiallarimiz bilan qo'shib hisoblaganda 7 ta shunaqa mobil laboratoriyalarimiz bor. Albatta biz agar murojaat bo'ladigan bo'lsa, biz doim fermerlarimizga, dehqonlarimizga xizmatlarga tayyormiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mobil laboratoriyalar tashkil qilishgan, murojaat qoldiradigan bo'lsangiz, sizning hududingizga ham borib, yerning sifatlilik miqdorini aniqlab berishga ular tayyorlar. Tuproqni degradatsiyasini oldini olish yoki bo'lmasa uning humus miqdorini oshirish borasida xorij mamlakatlarning tajribasi ham o'rganilyaptimi yoki qaysidir mamlakat bilan bir qandaydir hamkorliklar amalga oshirilyaptimi? O'tgan haftada Polshadan hamkorlarimiz keldi. Ular o'sha tuproqni ayniqsa o'sha sahro mintaqasidagi tuproqlarni unumdorligini oshirish bo'yicha o'zini biologik preparatlarni olib keldi. Biz o'rganyapmiz hozir ular. Undan tashqari biz bugun mana Yaponiyani Fujimin kompaniyasi bilan hamkorlikda o'sha preparatni ishlab chiqilyapti. Uni bugun biz mana qo'llab ko'ryapmiz. Qashqadaryo viloyatida, Jizzax viloyatida, Surxondaryo viloyatida mana bu yil rejalashtirdik. Shuni Qoraqalpog'iston Respublikasida. So'nggi savolim Shuhrat aka, agar mana shu barcha vazifalar amalga oshiriladigan bo'lsa, yerning yaxshilanishi qancha vaqtda amalga oshadi? Tuproqni oziqlantirish uchun qo'llanayotgan har xil go'nglar, deymiz, kompostlar, yangi turdagi biologik o'g'itlar bu o'zini 4-5 yilda o'zini samarasini bera boshlaydi. Deylik, 1-2 yilda ham sekin o'zini natijasini ko'rsatib boraveradi. Va asosiy narsa e'tibor, tuproqqa e'tibor. Biz qachon tuproqqa e'tibor bersak, albatta u yaxshilanish stadiyasiga, bosqichiga albatta o'tadi. Bugun shu narsa taqozo qilinyapti. Bugun talab qilinyapti. Yerga agar e'tibor qaratilmaydigan bo'lsa, oqibatda u bizga hech qanday mahsulotni yoki bo'lmasa-da qaysidir ma'noda aytadigan bo'lsak, mehrni bera olmaydi. Shuning uchun katta rahmat, qimmatli ma'lumotlar uchun. Salomat bo'lasiz.